Ha bo'pti, men ishga ketdim deb shunaqa ko'chaga chiqsanglar, yo'lda ikki cheti balanzor bo'lsa qiziqmi? Vyetnamda shunaqa har-ku. Oddiy holat bo'lib qoldi bu. Buni qaranglar. Ishga ketaverasizlar, yo'lda cheti hammasi balanzor. Umuman oldi bunaqasi bo'lmagan. Ko'chaga chiqdim deguncha shu banan, papayalarni ko'rasizlar. Qandoqmi Said? Ha. Bular nima bu? Bananmi? Ashla banan daraxti. Sen banan yaxshi ko'rasanmi Said? Ha? Sen qayerda Said? Bizlar vodikda. Vyetnam vodikdan banan qani ko'rsatchi menga? Qo'ling bilan ko'rsatchi. Qani? Ash bananmi? Ha. Sen yaxshi ko'rasanmi? Ha. Sen har kun banan yeysan. Ha. Zo'rdi-chi? Qandoq banan? Undoqmi? Ko'chalarda ketishda mana shunaqa joylar har kun ko'rish bu juda ham oddiyda. Bu tabiat go'zalligini qaranglar. Shuning uchun ham oxirgi paytlar Vyetnamga bo'lgan qiziqish, butun dunyoning qiziqishi ortib bormoqda. Kelinglar Vyetnamda kutamiz.